Mana o'sha qora chexolimizni taqib qo'ydik. Taqqinimizcha ham o'sha qorong'i tushib ketdi-da. Lekin sizlarga harakat qilaman qo'ldan kelgancha sizninglarga yetmasdan taqdida ko'rsatib bera qolaman. Tak, qaranglar, orqa chastni mana bu ko'rsatib bera qolay. Mashinani ham temniligidan kamerani ham uncha aqli yetmayapti qo'yilgan variantlar. Captivaga zo'r tushdi lekin, universal chexol bo'lsa ham videoda aytganimgidek qolib birga bir shundan qolibga o'xshab turadigan chexolimiz. Telarini ham ko'ryapsizlar, yopilib turadigan qora chexol qoladilar akalar. Buni materialiga lekin ishqiboz bo'ldilar, ishoninglar. Haqiqatan materiali zo'r. O'tirganimda ushlasangiz, bunaqa material chexol novinkasi, ishoninglar. Tak, narxi $68,5 chiqyapti. Buni 3 xil rangi bor edi. Qora, yashil, ko'k rangidan bor. Mana Captiva egalari xudo xolasa maza qilib yuradilar. Archa ko'cha defilarimizda o'rnatib berdik.